Adolat, nimalar qilyapsan? Aqlingni yig'ib ol. Gapirma. Alo. Kirishinglar mumkin. O'g'lim. Sen bu yerda nima qilyapsan? O'zingizdan so'rasak, oyi. Hali shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yuribsizmi? Sen noto'g'ri tushunma. Bu hammasi anglashilmovchilik. Men senga o'zim hammasini tushuntirib Oyi. beraman. Hech narsani tushuntirish hojati yo'q. Bolam, sen bularga ishonma. O'g'limga nima deding? Maraz. Uni menga qarshi qayramoqchimiding? Gapirma Maraz. Bo'ldi, oyi. Bularning hammasi haqiqat. O'z ko'zim bilan ko'rib turibman-ku. Xo'sh, gapir. Nima chaqirding? Ochiq Asad aka, gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman. Bo'pti, chaynalmasdan tezroq gapir. Nima bo'ldi o'zi? Baribir ertami kechmi siz haqiqatni bilishingiz kerak. Faqat iltimos, meni noto'g'ri tushunmang. Xo'p, gapir. Nima bo'lgan o'zi? Bilasiz, men davlatda odamiman. Jinoyatchi kimligini menga umuman qizig'i yo'q. Bu meni burchim. Bu gaplarni oyimga nima aloqasi bor? Oyiz jinoyatchilar. Nima? Sen hazillashyapsanmi? Yo'q. Rostdan ham jinoyatchi. Sizga hozir hammasini boshdan tushuntirib beraman. Agar menga ishonmasangiz, unda bugun men aytgan joyga borasiz. Hammasini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz. Jodugar yalmog'iz. Gapir. Bolamga nimalar deding? Hech narsa deganim yo'q. Shunchaki haqiqatni aytdim. O'z ko'zlari bilan ko'rsin dedim xolos. O'g'lim, sen bunaqa gaplarga ishonma. Axir o'zingiz ham ayolsiz-ku. Sizda qoyim borligidan or qilaman. Unaqa dema bolam. To'g'ri. Pullar, mol dunyo, bular Bo'ldi, ko'zimni- yetadi. Qolganini esa sudda gaplashamiz. Rahima Ikromova, Sardor Rustamov, sizlar bir necha qizlarga zo'ravonlik qilishda ayblanasizlar. Firibgarlik yo'li bilan ko'p insonlarni aldagansizlar. baribir hech narsani isbotlolmaysiz. Hech narsani. Bu safar adashasiz. Sizni ayblash uchun, bu yigitni ayblash uchun yetarlicha dalilimiz bor. Har bitta harakatinglar ertaga sudda o'zinglarga qarshi ishlashi mumkin. Shuning uchun o'ylab ish qilinglar.